Hey bolam, anshaqa bir g'isht terish kerak-da. Aman o'zim teraman. Sen terishni bilasanmi? Qancha o'rganding? Shu televizorim salgina yaxshi ishlamayapti-da, palakat. Yo'q, men tuzatib beraymi shuni? Sen tuzatishni bilasanmi? Ha, o'zi tuk baland ekanda. Bilmasang balo borma aralashib. Mash yo'ldan o'tgan oyog'ingni sindiraman. Ha, aka, nima bildi? Yaxshi ishlamayapti nimagadir kalonka. Aka, 3 kunga zo'rishlaydi bu. Ha, qo'shni endi shu palakatni bilasiz-ku. Eski bo'lsa ham mana shuni oling endi, sizga beraman shuni. Lekin tuzatish kerak. Yo, tuzatib bersinmi? Yo'q, shartmas, mayli. Afrika olib chiqaymi-yo? Ana shu yerda chiroyli navis qilishimiz kerak-da. Dan boshqani bilmaysan. Aman qancha vaqt balgargacha svarka qildim, o'zim qilaman. Hech narsa qilmadimi? Sal qo'sa qo'limni kesardim. Yo'qmi kesinma. Ha, yana nima bo'ldi bunga? Ha, balgarka ishlatishni bilaman dedi-da bu kishi. Bu pista po'choqdan kema yasayman deb hammani hayratga solmoqchi bo'lgan balada bu. Qo'lidan bir bit o'ldirish kelmaydi bu balani. Opa, sizga naves bilan reshotka qiladigan usta kerakmi? Ha-da. Yuring, professional ustalarim bor. Yuring-da, opa. Buni nima qilamiz? Skoni chaqir. Mana opa, reshotkachi o'zi ustalari. Ha, yigitlar, navesdan tashqari yana nimalar yasaysizlar? Agrajeniya, perilla, naves, darvozalar, temirdan nima bo'lsa, hammasini yasaymiz. Yo, tog'a buni tuzata olmaysiz, lekin zo'r ustani nomeri bor. Rahmat, bo'pti. Ye? Palakat.